Assalomu hammaga akalar. Bugun 24-aprel, jumadan keyin navbatdagi furgonimiz tayyor bo'ldi. Sergelidagi sexdamiz, xudo xohlasa, balandligi standart bo'lgan, tashqi ko'rinishlarida yonboshlari hamma joyi chiroyli qilib tikilib, yonboshlari mana ochilib, yopiladi. Hop, balandligini ko'ryapsizlarmi? Chotki bo'lgan. Burchagini ko'ryapsizmi aka? Burchagi ham zo'r bo'lgan, tekis turibdi. Hamma joyi. Ichki tomoniga keladigan bo'lsak, panera bilan obshivka qilib, poliga butun qilib solganmiz. Chirog'ini ikkita qo'yganmiz, ikki tomonda ham yonadi. Xullas, eshigini yengilroq qilganmiz. Og'ir qilsak bo'ladi, lekin mana bu domkratni umri uzoq bo'lmaydi. Domkratdan hamma joy yechiladi, svarka bo'lmagan. Bu yog'i ham yechiladi, u yog'i ham yechiladi. Xullas, yonbosh tomoni yopiladi. Orqasi darvozali bo'lgan, orqada zashitniy dugasi bor. Bu akamiz Andijondan kelganlar. Andijonlik akamizga ham koronalarni qo'yib berdik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, murojaat qilinglar.